Hammaga assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bu videomiz 3-qism bo'ladi. Ko'pchilik so'radi, istaklarga binoan bu videoni qo'yapman aziz yurtdoshlar. O'zbekiston sharoitida, ya'ni O'zbekiston sharoitida qishloq yer bo'ladimi, shahar joy bo'ladimi, viloyatlar bo'ladimi, farqi yo'q. Liboy toshkasida sigir boqsa bo'ladi. Ya'ni sigirda ancha daromad qilib qo'ysa bo'ladi. Bu videoni oxirigacha ko'rib, videoga darrov bitta like, sigir boqadigan tanishlar bu videoni обязательно jo'natamiz. Kanalimizga yangi bo'lganlar obuna bo'lsin. Moskva oblast va Sankt-Peterburgga hamyurtlarimizga 10 yillik stajga ega ishonchli dokument xizmatini taklif etamiz. Registratsiya, turdovoy dogovor, spravkalar va boshqa dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Muhim eslatma, hozirda Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiyangiz yo'q bo'lsa, ushbu xizmatdan foydalaning. Ekraningizda telefon nomerlariga telefon qiling yo WhatsApp yoki Telegramdan murojaat qiling. 10 ta sigir boqib qancha daromad qilsa bo'ladi? Bu video aynan shu haqida bo'ladi. Oyiga 30 million so'm daromad qilib qo'ysa bo'ladi sigir boqib. Aziz yurtdoshlar, videoni oxirigacha ko'ramiz, hamma ma'lumotga ega bo'lamiz. Chunki bu videomizni o'rta sizlar uchun spesialni tayyorlayapman. Chunki vaqtimdan ketkazib, o'zim vaqtimni tejamay sizlarga o'zim bilgan ma'lumotlarni yetkazyapman. Ya'ni 2026-yilda sigir boqib qancha daromad qilsa bo'ladi? Bu video aynan shu haqida bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ramiz, обязательно like. Aziz yurtdoshlar, endi birinchi o'rinda molxona hammaning uyida bor. Yo'q bo'lganda ham 10 ta sigirga 7 ta 50 million so'mga molxona qilib olsa bo'ladi. 10 ta sigir 30 million 20 million so'mdan sigir beryapti. Ya'ni ikkinchi tug'ishi, birinchi tug'ishi 20 million so'm. 20 million so'mdan zotdor sigirlarni olasiz. 20 million so'm 10 ta 200 ming rasxod qilasiz. Bir oyga 50 million zo'r qilib rasxodini bermaysiz. 1 yilga 50 million so'm chiqarasiz. Sigirga o'zi yiliga 5 million so'm rasxod ketadi. Qilganda shu 350 million so'm rasxodga tushasiz. 10 ta sigirga yem xashagi bor, boshqasi bor. 350 million so'mga tushasiz. 10 ta sigir kuniga ertalab 15 litr. O'zbekiston sharoitida bilasizlar, Rossiyadan ko'p 50 litr unaqa sut berish qiyin, chunki rasxod juda katta bo'lib ketadi. Shuning uchun birinchi o'rinda ertalab 15 litr, kechqurun 15 litr olsa bo'ladi. Yemini berib, oddiyroq yem berib, gidida shu 30 litr har bitta sigirda 300 litr sut. Sutimizning narxi 10 ming so'm hozir, 10 ming so'm bo'lyapti. Ya'ni sifatli, ustining qaymog'i olinmagan toza sifatli sutlar 10 ming so'mdan olishyapti. Men ko'pchilik yetish mumkin lekin sut 5 ming so'm, sut 6 ming so'm, sut 7 ming so'm. Men eng sifatli sutni aytyapman. Siz toza yem berib, toza qilib saqlasangiz 10 ming so'mdan olishadi 100% sutingiz, ya'ni toza mahsulot yetkazib bersangiz. 10 tasidan 300 litr sutni kuniga normal foyda qilsa bo'ladi. O'ynog'ini hisoblamayman, chunki foydasini o'zlaringiz hisoblab olasizlar, chunki sut har xil bo'lishi mumkin. Bahosi shuning uchun biz yonda eng zo'r sut 10 ming so'm, ya'ni 1 litr sut 10 ming so'm. Shunisini ham aytib o'tay. Har kim o'zining yurti bor, har kim o'zining viloyati bor, o'zining qishlog'i bor, do'konlari bor. Shu yoqda narx o'ynab turadi. Shuning hisobiga sutning narxini aytmayman, o'zlaringiz hisoblangan. 250 litr sut olgan taqdirda ancha daromad qilib qo'ysa bo'ladi sigir biznesda. 4-qism xudo xolasa parranda biznesi haqida bo'ladi. Videoga обязательно like, 1000 ta like bo'lsa 2-qismini ham, 4-qismini ham chiqaraman. Uzr, yanglishgan. Hammaga rahmat, videoga like bosib qo'yamiz.